Assalomu alaykum. Parranda tovushbozlari faoliyatda navbatdagi zakatlar chiqaryapti akalar. Faoliyatda bularni ma'lumotlarni beramiz. Qanaqa holatda yasalyapti, bitgan holatda qanaqa bo'ladi, qanaqa materiallar ishlayapti, mana realni o'sha qilayotgan jarayonlardan oxirgi etapi bitgan holat qanday bo'ladi va xudo xolasa boshidan oxirigacha sizlarga bitta yoritib beramiz akalar, xudo xolasa. Bo'lsa biz boshlasak qaranglar akalar. Birinchi jarayoni shaqangi tomlariga shaqangi fargalar qo'yib, ustiga shifr qotiriladi. Bunday falgasi bo'ladi. Shifrlar qotirib, fargalarni qotirib chiqiladi. Har bir joyi mana qanday shurbladi. Xolasa qotirib chiqiladi. Ichki ko'rinishlari. Plastmassa pollari qaranglar. Mo'la o'ynamasligi uchun zajimlar chiqilgan, har bir detalini, hali yaxshi mashina turish uchun zajimlar chiqilgan tayda. Yuyuladigan paytda patnasi bo'ladi. Ikkala xulosani aytgan oxir o'rnaydigan joylar xudo xolasa ikkita oxir o'rnaydi. Sirkalari yacheykasi 1 sm ga 2 sm qalinligi 1.2 lik xudo xolasa baquvvat mana. Dangilashini qaranglar. To'g'ri shular samarlarni qatirsalar ko'rsalar erinmasdan cho'pga qatirib chiqilgan. Shu holatda. Xo'p, undan keyingi bosqich oxirlar qotiriladi. Yana qo'noqqa joylari bo'ladi ichkarida. Qo'noqlari ham joylari bor. Xohlasa, oxirlari yo'li yupqa tunukamas, qalinidan bo'ladi mana. Svoti mana svarka shu yerda. Yupqa narsa bilasizlar erib ketadi. Svarkadan aytga qo'yiladi. Oxir qo'yib turib ikki tarafga xolasini o'zlangan holatini yo'qqa suriladigan variantda qilib yasaladi akalar. Bu oxirlarni qo'yiladi. Xo'p, maytda patnasi tozalash uchun, ringlarni tozalash uchun patnaslari xudo xolasa shu holatda. Endi buni to'liq bitgan holati mana shu holatda mana ko'rinishlar bitta ahamiyat berildi. Bu yonboshlariga tuxumxonalar qo'yiladi hammasiga. Tuxumxonalar ikkita to'g'ri imorat qo'yish uchun mana shu holatda bo'ladi. Mana bunisi kattaroq razmerlar. Manisi kattaroq razmer ekan, bunisi kichikroq razmer. Bunisi ham kichikroq razmer. Bunisi zakatga qilib berilyapti. Tagiga patnasini bitta yoppa qilib bering deyishganiga, tagiga patnasini bitta yoppa qilib shuna holatda qilib berilyapti. Bularimizni narxi 2.700.000 dan chiqyapti. Bularimiz mana shu holatda bitgani, xudo xolasa 3.300.000 so'mdan chiqyapti ekan. Ayyo, hammasi komplet holatda patnaslari bilan bo'ladi. Arzonroqdan so'raganlarga mana shu holatda tayyor bo'ladi. Bularimizni narxi xudo xolasa 1 million so'mdan, ma'lumlari bor, kattalardan ko'ra kattaroq. Bularimizni narxi xudo xolasa shu holatda tayyor bo'lishi. Xo'p, 1.200.000 so'mdan chiqyapti. Oxirlari shu holatda hammasiga qo'yiladi. 70 boshqa hayvonlar kirolmaydi xudo xolasa sol tarafda. Akalar, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Mana shu holatda tayyor bo'lishi kerak.